Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ko'rpadoshlar, mana sizlarga hozir vijdon qiyma shashligini tayyorlashni ko'rsatamiz. Mana sveji go'shtlardan, le'en go'shti, son go'shtlaridan mana 250 ga tayyorlab qo'yamiz. Mana sharvalar, sveji, piyoz, ziralarni berib, piyozlarni qurishib, misrobkadan o'tkazib bir muzlatib olamiz. Salom, yaxshimisizlar? Tayyor bo'lgandan keyin Hojibon choyxonaga kelaverasizlar. Ana bu tayyor mahsulotimiz. Biz muzlatib olganmiz, mana Hojibon o'tkazyapmiz. Kelaverasizlar Hojibon choyxonalariga. Hozir bunisini tayyorlab qo'yamiz. Bu ertaga tayyorgarlik, bu zagotovka. Bugun buni misrobkadan o'tgan muzlatib qo'ysak, hozir tuzlarni, ziralarni berib bir qator qo'yishib, tuzi, ziravorlar, piyoz, buni charvaga berdik. Buni yaxshilab aralashtiramiz. Piyozni hozir go'sht bilan qo'shib olamiz. Включить потом смотрим, да? Ага. Я пускай поставить. Да, 10 минут 10, ничего страшного. Ana go'shtimiz ham tayyor bo'ldi. Piyoz, zira, piralar bilan ana qo'shdik. 250 siq bo'ladi shampur. Vijdon jasayotganga 60-65 porsiya bo'ladi. Kelaverasizlar Hojibon choyxonalariga. Har kun seviy shashlik bo'libdi. Mana buni kecha tayyorlab qo'ydik. Mana bu tayyor, hozir sixlaymiz buni, nasib etsa. Qiymamizdan tayyor bo'ldi. Marazilikka joyladik. 6 ga bo'lib 5 kilodan qilib. Xaladeligimiz 2 tomon ham muzlatadi har bir qutisi. Hozir muzlatgandan keyin ertaga yana 2 o'tkazamiz. Misrobkamiz bir marta bir o'tkazgan 2 marta o'tkazadi. 2 picog'i bor, bir o'tkazib beradi. Nasib etsa kelaverasizlar.